Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda sizlar bilan men Doston bo'laman. Keringlar bu gal g'azab haqida gaplashamiz. Aynan bu videoda g'azab haqida. Bu emotsiya juda kuchli va chekali bo'lishi mumkin. Agar buni tushunib yetsa bo'ladi desamchi, shunchaki tushunish emas, balki uni boshqarishni o'rganish orqali munosabatlarni mustahkamroq, hayotni esa baxtliroq qilish mumkin. Bu videoda bizani nimalar kutmoqda? Avval g'azab atrofida nega bunchalik ko'p qarama-qarshiliklar borligini ko'rib chiqamiz. Keyin u aslida bizga nima demoqchi ekanini tahlil qilamiz. Uni bostirish nega xavfli ekanini bilib olamiz. Eng muhimi, ham o'z g'azabimizni, ham birovlarning agressiyasini jilovlash uchun ish beradigan vositalarga ega bo'lamiz. Qani, ketdik. Boshlanishiga g'alati tuyulsa ham bitta paradoksdan boshlaymiz. Gap shundaki, bolaligimizdan bizga g'azab haqida butunlay zid ko'rsatmalar berishgan. Tasavvur qiling-a, bir tomondan hamma o'zingda bo'l, o'zingni his qil, ichingda saqlama, nimani his qilayotganingni aytgin deb kelishgan bo'lishsa, ikkinchi tomondan darrov tinchlan, o'zingni bos, jahl qilma deb tanbeh berishgan. Xo'sh, bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Natijada doimiy ichki nizolar kelib chiqadi. Biz yoki portlab ketamiz, yoki doim jim yuramiz. Mana shu yerda psixolog Tatyana Mujitskaya bizga ajoyib maslahat beradi. Uning aytishicha, g'azabni ichda his qilish va uni tashqariga namoyon qilish bular mutlaqo ikki xil narsa. Buni tushuna boshlagach, chigal tugunlar yechila boshlaydi. Bu bizning birinchi kalitimizdir. G'azab nima uchun kerak? Agar g'azab shunchaki bostirilib, unutib yuboriladigan yomon emotsiya bo'lmasa, unda u nima uchun kerak? Uning vazifasi nima? Mutaxassislarning ta'kidlashicha, g'azab bu bizning ichki signalizatsiyamizdir. Biror narsa noto'g'ri ketayotganini ko'rsatadigan qizil bayroqcha. Masalan, kimdir shaxsiy chegaralarimizni buzsa yoki muhim ehtiyojlarimizni e'tiborsiz qoldirsa, u ishga tushadi. Ya'ni g'azab bu xarakterdagi nuqson emas, yo'q. Bu shunchaki ma'lumot, juda qadrli ma'lumotdir. Agressiya esa boshqa narsa. Adashtirmasligimiz kerak. Agressiya bu harakat qilish uchun ajralib chiqadigan energiya. Bu xuddi yoqilg'i kabi. G'azab signal bergan chegaralarni himoya qilish yoki maqsadlarga erishish uchun kerak bo'ladigan yoqilg'i. Bor gap bu yoqilg'ini qayerga yo'naltirishda? Yaratuvchanlikkami yoki buzg'unchilikka? Doktor Andrey Kurpatov tushuntirishicha, aksariyat g'azab portlashlarining negizida ojizlik, chuqur va ko'pincha bolalikdan qolgan himoyasizlik hissi yotadi. G'azab esa ana shu zaif joyimizni yopishga urinadi, sovutadi yoki qalqon sifatida xizmat qiladi. G'azabni bostirishning o'z oqibatlari bor. Xo'sh, g'azab bu signal ekanini tushundik. Ammo bu signalizatsiyani shunchaki o'chirib qo'ysak nima bo'ladi? Butun boshli kuchli energiya ichkarida bloklanib qolsa-chi? Bostirilgan g'azab hech qayerga yo'qolib ketmaydi. U teshiklardan sizib chiqadi, faqat endi nosog'lom formada. Passivniy agressiya ko'rinishida bo'lishi mumkin. Sarkazm, kesatishlar. Tasodifiy xotiraning yo'qolishi. Xotiramizda susayib boraveradi. Shifokorlar aytadigan psixosomatika, ya'ni tana xastaliklari. Bizdagi trevojность, ya'ni xavotir va depressiya, depressivное расстройство. Tanadagi doimiy zo'riqish ko'rinishida ham aks etishi mumkin. Natijada inson yo'q deya olmay qoladi va o'zini himoya qila olmaydigan holga keladi. Psixolog Pavel Segmentovich fikricha, eng xavflisi g'azabning o'zi emas, balki undan keyingi keladigan ruminatsiyalar. Bu o'sha xafa qilgan vaziyatni xayolda aylantiraverish, ichki dialoglar qurish. Mana shu xayoliy saqich organizmni doimiy stressda ushlab turadi va yurak qon tomir tizimini yemiradi. Xo'sh, nima qilish kerak? Bu ichki olovni qanday qilib konstruktiv boshqarish mumkin? Buning uchun ajoyib 3 bosqichli sxema bor. Birinchidan, tan olish. O'zingizni urishmasdan shunchaki "Ha, men hozir g'azablanyapman, jahlim chiqayapti" deb ayting. Emotsiyani nomi bilan chaqiring.
Ikkinchidan, xavfsiz ravishda bo'shashish. Bu juda muhim. Yostiqni urish, baqirish yoki intensiv mashg'ulotlar bilan shug'ullanish hech kimga zarar yetkazmagan holda ichimizdagi olovni chiqarib yuborish. Uchinchisi, tahlilga o'tish. Faqat ichimizdagi bo'ron tinganidan keyingina tahlilga o'tishimiz kerak. O'zingizdan so'rang, nima bo'ldi? Kimning chegarasi buzildi? Qaysi ehtiyojim inobatga olinmadi? Nega ikkinchi bosqich shunchalik muhim? Nega darrov tahlil qilib bo'lmaydi? Chunki g'azab otilib chiqqan lahzada bizning ratsional miyamiz o'chadi. Qadimiy hayvoniy instinktlar yoki qoch ishga tushadi. Bunday holatda o'ylashning mutlaqo iloji yo'q. Jismoniy energiya chiqarib yuborilgandan keyingina kallani qayta o'rnatish, qayta yoqish mumkin va muammoni musht bilan emas, aql bilan hal qilish mumkin bo'ladi. Tashqi agressiyadan himoyalanish haqida gaplashamiz. O'z g'azabimizni tushundik, ammo agressiya bizga qaratilgan bo'lsa-chi? Qurbon bo'lib qolmaslik uchun o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Odatda ikki xil reaksiya bo'ladi. Yo qo'rqib kichrayib qolamiz, yo javoban yanada balandroq baqira boshlaymiz. Psixolog Anetta Arlova oddiy ammo kuchli maslahat beradi. Birinchidan, muvozanatni tiklash. Jismoniy jihatdan sokin va chuqur nafas oling. Yelkalarni rostlang. Ko'proq joy egallang. Bu usul orqali vaziyat ustidan nazoratni darrov qaytaramiz. Shaxsiyatga olmang. Katta ehtimol bilan gap sizda emas. Faktlarga o'ting. Emotsiyadan faktlarga e'tibor bering. Men xabardan foydalaning. Siz meni g'azablantiryapsiz, jahlimni chiqazayapsiz emas, balki bunday bo'lganda men o'zimni yomon his qilyapman. Jon Keho ta'kidlashicha, 95% holatlarda birovning g'azabi bu aslida uning o'z og'rig'i haqidagi hayqirig'idir. Buni tushunganingizda hammasi o'zgaradi. Bu endi sizga qilingan hujum emas, balki qarshingizdagi insonga yomon ekanligidan dalolat. Yakuniy maqsad emotsiyalar bilan urushishni to'xtatishdir. Ular dushman emas, ular bizning navigatorimiz. Ularni tinglashni o'rgansak, energiyasini hayotimizni qurish uchun ishlata olamiz. Tatyana Mujitskaya aytganidek, har birimiz munosib bo'lgan hayotimizni emas, balki o'zimiz qaror qilgan hayotni yashaymiz. Sizga bir savol qoldiraman. Hayotingizni kim boshqaryapti? Emotsiyalar sizni boshqaryaptimi yoki siz ularning energiyasidan yaratuvchanlik yo'lida foydalanyapsizmi? Yana ham ko'proq foydali kontent Telegram kanalimizda. Albatta qo'shiling.